Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Ramazon oylarida charchab qolmayapsizlarmi? Xudo xolasa bugun o'zimni radnoy tog'amni mashinalarni sotuvga keldi. Xudo xolasa bunga ancha pul tiqqanlar o'zlari ham. KK5 Prestige komplektatsiyasi 55 ming kilometr yurgan. Shu kapotida qatadadir petno bor, yana tekshirib olasizlar o'zinglar uchun. Sababi biz ham ikkinchi qo'l bo'lib olganmiz. Shu egasi shu kapotida bor deb, shu egasini gaplari bo'yicha biz ham olganmiz mashinani. Lekin hech qanaqa bir ishi yo'q, qanaqadir motor, padoy ishi yo'q. Xudo xolasa yaxshi holatda o'zimizning uydagilarning mashinasi. Xo'p, bu Prestige'da menga yoqqani birinchisi aytaman, diskasi ancha vidini ochib turibdi. Endi bilasizlar, bu komplektatsiya Prestige'da oldida parktonik datchiklari bo'ladi, panorama tom bo'ladi, 360 gradus kamera bo'ladi. Nobodagi diska o'zini radnoy diskasi ham bor. Agar misol yo bu shart emas desanglar, kattalik qiladi desanglar, biz shaharda yurganmiz, to'g'risi buni olgandan keyin Nobodagi almashtirib beramiz. Kraskasini ham bemalol ustalarimiz bor, tekshirib turasizlar bo'ladi. O'zingizlar ustalar bilan kelib tekshirib turasizlar bo'ladi. Hozir biz ham shu egasi kapotida bor degan uchun bundoq qarab mashina yoqqani uchun olganmiz. Xudo xolasa unaqa ko'p urintirib haydamaganmiz. Mashina shu shaharda yurgan. Orqalari ham, vidlari ham bari K5 bu komplektatsiya, ya'ni panoramaliklari ancha chiroyli. Oldida ham orqasidan parktonik datchiklar bo'ladi. Yuqorlari ham anchagina katta, 360 gradus kameralari ham bor. Xudo xolasa mashina tayyor yurib turgan, mazza haydashli mashina. Hop, beskluchoy dostupimiz bor bu komplektatsiyalarda. Ichki salonni bitta holatini ko'rsatamiz. Nakitkalar kiydirib qo'yib, koja holatlari ham urinib ketmagan, laminatsiyalar qo'yganmiz, krugovoy tonirovka. Ya'ni mashinaga nima kerak funksiya bo'lsa, o'zimiz shu sferani ichida yuribmiz. Shu o'zimizga ham yomon mashina tavsiya qilmasdan olishgan bu mashinani. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Zavod qilamiz mashinani. Mashinamiz zavod bo'ldi. Xo'p, 55 ming kilometr yurgan, holatlari mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ana kojalari ham urinib ketib, bunaqa bo'lib ketmagan. Ya'ni bunaqa bozor uchun tayyorlab bunaqa narsa qilmaganmiz. O'zimizda haydab yurgan kundalikdagi mashinamiz. Hop, bitta shu antiradarini olib qolamiz. Antiradar chunki bunda video registrator bo'lgani uchun buni olib qolamiz. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar mana nakitga pakka xullas turish bilan anaqa shu bitta antiradar bilan orqadagi katta subwoofer qo'ydirib turgan edim. O'sha subwoofer olib qolaman, lekin qolgan hamma narsasi xudo xolasa o'zingizlar bilan ketadi. Mana orqa salonlari holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Nima, kojalari ham urinib ketdi, chunki o'zimizda nakitga kiydirib qo'yib ani ortiqcha urinib ketmasin deb normallik qilib qo'yganmiz. Xo'p, holati yaxshi. Bemalol kelsanglar, kaltini beraman, haydab ko'rasizlar. Yoki kechqurun bo'lsa, uyda bemalol uyga kelib ham ko'rib olsanglar bo'ladi mashinani. Xo'p, shuni kraskasini tekshirib beramiz. Shu kapotida edi. Yana agar aytib bo'lsa, yana narxdan to'g'risi har doimgidek bilasizlar, har doim sizlarga yaxshi bo'lgan narsani yaxshi narxga tavsiya qilamiz. Xo'p, narxini 20.900 belgiladik. Sunnatiga nazgina gaplashamiz. O'zi narxini chiroyli qo'ydik. Probega ham ko'rasizlar. Unaqa ko'p urinib ketgan, 80 ming, 90 ming, 100 ming yurgan emas. Diska xolasanglar almashtirib beramiz. Xolasanglar shu diska bilan olsanglar bo'ladi. Sababi bu diskani o'zi ham normalniy pul turadi. Audi dizayndagi diska. Bunda ko'chada bunda rulni urib qo'ysangiz ham, mana atrofda qancha odam o'tib ketyapti. Mashinani o'ziga alohida ahamiyat berib o'tib ketadi. Chunki haqiqatan vidlari chiroyli. Balon holatlari ham yaxshi. Nobodda yo'q bo'lmaydi siz diskani almashtirib beramiz. Krugovoy tonirovkasi bor. Xullas tayyor holatdagi mashina. Narxini 20.900 qo'ydim. Pastda nomerlarga telefon qilsanglar, yana sunnatiga o'tib beramiz. Bemalol gaplashinglar. Kelib ko'ringlar, haydab ko'rasizlar, yo'qsa shu salonimizda o'zida notarius bor, ishlarni bitirib beramiz. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, sababi sizlar laykinglar. Men to'g'risini aytaman, videoni qo'yishim bilan bitta odamlar 10 minut ichida 15 ta 20 ta layklar bosishadi. Ya'ni videoni oxirigacha ko'rmasdan layk bosishadi. Men xursandman mana shunaqa bizning kuzatuvchilarimiz borligi, sababi ular mana shunaqa laykligi oqibatida biz yana ham ko'proq mashinalar ko'rishga harakat qilaman. Xudo xolasa bu yog'iga mana kunlar ham isib qoldi. Ozgina bizda mana shu qurilishlar bo'tgan uchun mashina syomka qilishga imkoniyat bo'lmayapti. Endi bu yog'iga sizlarga zo'r mashinalarni taqdim qilamiz. Xullas 2021-yilda ishlab chiqarilgan 55 ming kilometr masofa bosib o'tgan KK5imizning narxini 20.900 qo'ydik. Sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Xudo xolasa holatlari yaxshi, kelib haydab ko'rasizlar, qanaqadir kam ko'sti bo'lsa, xudo xolasa kelishamiz. Joninglar sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda sizlar bilan ko'rishaylik.